Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda 2018-yili tug'ilish nisbatining zo'r darajada ozayib ketganligini e'tirof qilgan. Lekin Uyg'ur ayollarga qarata majburiy tug'mas qilish ilib berayotganligini rad qilib, buning sababini planliq tug'utga bog'lagan. Xitoy doiralarining ta'kidlashicha, tug'ilish nisbatining zo'r darajada ozayishi planliq tug'ut siyosatining umumyuzlik ijro qilinishi bilan munosabatli ekanmish. Germaniyalik Uyg'urshunos Adrian Zins yaqinda Xitoyning hukumat hujjatlariga asosan 2016-yildan keyin Uyg'ur diyorida tug'ilish nisbatining ozayib ketganligi, buning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish bilan munosabatli ekanligini dalillar bilan o'tirg'a qo'ygan edi. CNN'ning xabar qilishicha, Uyg'ur avtonom rayon doiralari 9-oyning boshlarida CNNga faks avatib, irqiy qirg'inchilik ilib berayotganligini rad qilgan. Beyjingning planliq tug'ut sug'urtasi siyosatining 2017-yildan keyin mazkur rayonda to'g'ri ijro qilinganligining natijasi ekanligini ilgari surgan. Adrian Zins bo'lsa 2018-yili Xitoydagi umumiy tug'ut cheklash o'zikining 80%ning Uyg'ur diyorida ishlatilganligini dalillagan edi. CNN'ning ta'kidlashicha, doirlar 2018-yili tug'ilgan buvoqlarning 2017-yildagidan 120 ming oz tug'ilganligi, buning ichidagi 80 mingdek buvoqning planliq tug'ut siyosati texmi yaxshi yo'lga qo'yilganlik sababli oz tug'ilganligini ilgari surgan. Ma'lum bo'lishicha, CNN bu savolni bu yil 7-oyda so'rgan bo'lib, doirlar uningga endi javob bergan. Xitoyning xalqarada Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berayotganmi degan savol munozir qilinayotgan bir mezgilda bu savolga javob berishi diqqat qo'zg'adi. Fransiyadagi bir qism parlament a'zolari va faoliyatchilar Disney shirkati ishlagan Mulan filmining 1 milliondan ortiq Uyg'ur yig'ilish lagerlariga qamalgan Sharqi Turkistonda suratga ilinganligini, shuning uchun bu filmning boyqut qilinishi va Fransiyada ko'rsatilmasligini talab qildi. Ekologiya, Demokratiya va Ittifoqlik partiyasining a'zolarining biri bo'lgan Aurelien Tashning tashabbusi bilan xalqaro tashviqot tor bekitidagi murojaatnomada Disneyning Mulan filmining chekilinishi talab qilingan. Disney filmining oxirida Turpan jamoat xavfsizligi idorasi va Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur avtonom rayonining tashviqot bo'limiga rahmat aytgan bo'lib, murojaatnomada mazkur o'rinlarning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa mas'ul ekanligi aniq deyilgan. Murojaatnomada bu filmning bir qism ko'rinishlarining Pichan noyasidagi lagerdan bir necha kilometr yiroqlikdagi qumtoq qumlig'ida tortilganligi eskartilgan bo'lib, Turpan jamoat xavfsizligi ishxonasi bu lagerning 15-ni boshqaradi. Afsuski, Disney ularga rahmat etdi deyildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa ittifoqidan Xitoyga nazorat qurollarini sotib berayotgan Yevropa shirkatlarini cheklashni talab qildi. 22-sentabr 1 yo'silda chaqirilmoqchi bo'lgan Yevropa parlamenti a'zolari va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning umumiy yig'inidan bir kun burun Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa shirkatlari kishilik huquqni dafsanda qilguvchi Xitoylarga nazorat qurollarini sotib bermoqda nomli bir doklad e'lon qilgan. Bu doklad Yevropa ittifoqining mazkur yig'inida nazorat qurollarini eksport qilish belgilamasini kuchaytirish to'g'risida jiddiy bir qaror elish uchun sunilgan. Dokladda bayon qilinishicha, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiyadagi 3 shirkat Xitoyning nazorat kameralari uchun ishlatilgan chiroy tunish texnikasi va tor kamerasi sistemasini Xitoy tarafga sotib bergan bo'lib, Xitoy hukumati bu xil detal nazorat kameralarini Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni keng ko'lamda ta'qib ostida tutish uchun ishlatmoqda ekan. Bu sifirlashtirish detallar Xitoyda fuqarolarni nazorat qilish uchun umumyuzlik yo'lga qo'yilayotgan bo'lib, Xitoy soqchi idorasi nazorat sohasida hech qanday bo'lib boqmagan kuzatish qurollariga erishgan. Bu biologiya kuzatish qurollarining Sharqi Turkistonda o'rnatilmagan yerlar qolmagan. Bir bazaning bombardimon qilinganligi tasvirlangan sen Xitoy havo armiyasining rasmiy ijtimoiy aloqa hisobidan ham baharlandi. Taqlidiy muhitda bomba portlagan bazaning Amerikaning Guamdagi havo armiya bazasi ekanligi ilgari surildi. Bu sen H-6 bombardimonchi aeroplanining bazadan ayrilishi bilan boshlangan. Keyin aeroplanlar taqlidiy muhitdagi bir oroldagi bazani bombardimon qiladi. Bazadagi osma bombani nishon qilgan bomba orolda zo'r buzg'unchilik paydo qiladi.
Filmda ba'ziga hech qanday qism berilmagan. Qandaqlı bo'lmasin, xalqaro agentliklar va Xitoy ijtimoiy taratqularda bu bazaning Amerikaning Guamdagi Adresin havo armiya bazasi ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy armiyasi hatto oxirida Amerika muavin davlat ishlari kotibining Tayvan ziyoratiga rayonda manevr boshlash orqali javob qaytargan edi. Amerika hökuməti Dövlət Müdafiə Ministerliyi qatarlıq nurgun Eron organları və şəxslərə, şundaqla Venezuela prezidenti Maduroga Eron bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytganligi sababli embargo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yangi jazo qarori to'g'risidagi bayonotida Eron hukumatiga davomli to'liq besim qo'llanilganligini ta'kidladi. Pompeo Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengeshi Eron bilan tuzilgan yadro kelishimi doirasida bekor qilingan jazoni kuchga ega qiladiganligini eskartib, Prezident Donald Trumpning rahbarligida barliq tadbirlarni qo'llanib, Eronning yadro quroliga ega bo'lishining oldini oladiganligini aytdi.